Assalomu alaykum. O'zbekoyim minbaridan sadolar loyihasining 46-soni efirda. Orzular ro'yobi uchun to'siqlarni osholmagan armon tutunini yutib yo'taladi. Mishmishlar olovida kuyishni istamagan sabr qozig'iga o'zini bog'lab imkon kutadi. Saviyasi pastlar bilan olishishni ep ko'rmagan oftobday balqish uchun nur sochadi. Gumonida jon borning ishida tavakkal bor, puxta reja tasodif soyasida ishlaydi. Xavotiri oshgan yo'riqchisini ko'paytirib, himoya qobig'ini battar qalinlashtiradi. Qiziquvchanlik odamni baloga duchor qilmasa-da, pushaymonlik oshi bilan siylaydi. Hasad daryosida suzishni eplagan tirnog'ini qayrab raqibiga botiradi. Qaysi gaplarimiz sizga ma'qul keldi? Izohlarda qoldiring.